Assalomu alaykum aziz obunachilar. Anchadan beri bozorga chiqmagan video qilmay qo'ydik. Xudo xolasa bugun mana Andijon viloyat Buloqosh tumanidagi parranda bozoriga keldik. Xudo xolasa shu yerdagi parrandalarni bugun sizlarga qisqacha obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Nech pul bo'lyapti aka? Nech puldan bular? 100 mingdan. Mana 100 ming so'mdan ekan. Lekin jo'jani. Xo'roz kimdan aka? Nech pul? Mana 200 mingga bermabdi shu xo'rozni. Ko'rishinglar mumkin, sog'lom. Aka nech puldan ekan bular? 200 mingdan kami bor ekan. Ko'rishinglar mumkin. 150 ming so'mdan talab olasizlar mana kelib. Juda arzon narxda. Xo'roz nech pul ekan aka? 100 ming so'm ekan mana. Shundan bitta olsanglar. Sog'lom yana. Nech pul ekan aka bu ekan? Nech pul aka bu? 200 ming so'm, makon 150 ming so'm. Xo'roz 200 ming so'm ekan, makiyoni 150 ming so'm. Kariz zotidan ekan mana. Ko'rishinglar mumkin. Va onani ertak qilib Nech pul aka bular? Sizdanmi? Sizdanmi? Bular 130 dan. 130 ming so'mdan ekan mana. Nech pul bo'lyapti aka bular? 50 mingdan bitta mak. 50 mingdan bo'lyapti. Bu bera. Ayaqini ma'lum bo'lmaydi. Aka sizdanmi induk? Sizdanmi? Nech pul? 700 ming so'm ekan mana. Juda sog'lom mana. Ko'rishinglar mumkin. Voy nech pul ekan bu quyon? Sotildimi yo'q? Kelasi. Nech pulga sotildi? Sotilmadi ham. Nech pul? Ikkalasi 100 ming. Ikkalasi 100 ming so'm ekan mana quyon ishqibozlariga. Nech pul ekan aka bu ekanlar? 200 mingdan talab olishgan. Mana keling ko'rishinglar mumkin. Nech pul ekan tog'a bu aka? 200 ming bolalari bor. Mana bolalari bilan 200 ming so'm ekan. Bittasi erkak, bittasi urg'ochi. Ol. Nech puldan aka bu burildi? 70 ta. Mana kichkinalari mana shular 70 ming so'm ekan. Kami bor. Kattasi nech pul? 120 kam bor ekan kattasi. Ko'rishinglar mumkin, juda sog'lom. 50 dan. 50 ming so'mdan ekan. Sog'lomchi. Bularni O'zi ashikani ham kattalar. Aka xo'roz nech pul ekan? Makiyoni bilanmi? O'zi 350 ming so'm ekan. Makiyon nech pul? 250 ming ekan mana. Aka kimdan bular? Nech puldan bular? Nech pul aka? Dakan 250 ming bratishka. Aka bratishka degan so'zni yomon ko'raman-da. Bratishka desa aytardi, "Sani bratishka Afrikaga yurtdi, bambuga saklab banan yeyman" deb. Bratalliga satvis qilib qo'ysang bratishka deydi-da. Mana shu joyni kelsa o'zi bratishka deganlar jo'natib qo'ydi. Shuning uchun bratishka deyapti-mi? Bratishka deydi, tratishka deydi. Bratishkalar degan Afrika yurtdi deydi. Bambuga banan yeyman, bratan qilib. Satvis qilib qo'ygandan keyin uni aytsa bo'ladi, bratan. Bu ham sizdan aka? Ham Nech pul? 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan mana. Tuxumga kelgan ekan mana akalar. Ko'rishinglar mumkin, juda chiroyli mana. Bitta olib ko'paytirsanglar, rosa tez ko'payadi-da mana. Ko'rishinglar mumkin. Pul berasanmi? Quyonlar kimdan? Aka quyonlar nech puldan? Yo'llarda tutdi, mollar savdosi bo'ldi. 120 mingga berdim uchoqni. Mana uchoqni 120 mingga berdim. Beribdi, deysan. Berdim mana.
Mollar 50 mingdan. Mana bular 50 ming so'mdan ekan. Nomerimni yozib olaveradi. Ha, ayting aka nomer. 95 lik. 95 lik 799 799 85 85 95. 95. Azizbek. Azbek aka degan. Mana telefon qilaverasizlar. Uyda bor aka. Uyda emas, qo'limizda bor. Qo'lida bor ekan mana. Telefon qilib olaverasizlar. Aka burillar. 20 ming so'mdan ekan mana. Akalar ko'rishlar mumkin, juda sog'lom. Nech puldan aka bular? 15 ming so'mdan ekan, ko'rishlar mumkin. Juda go'zal mana. Nomer qoldirasizmi aka? Nomer qoldirasizmi? 33 lik 871 11 11. Telefon qilib mana so'raverasizlar. Kelishtirib beradi akamiz. Nech puldan aka bu quyonlar? Nech pul? Bular 250 mingdan 250 ming so'mdan kami bor. Jo'jalar bular. Jo'jalar nech puldan? 35 ming. 35 ming so'mdan. Juda sog'lom, mana ko'rishinglar mumkin. Avialarimiz 20 ming. Bedanalar kimdan aka? 10 ming so'mdan ekan mana. Uyga bitta qo'yib qo'ysangiz, rosa sayraydi o'zi ham mana. Ko'rishinglar mumkin. Mana hali ko'p. Kelib olaverasizlar. Puldan ekan opa ular. Nech puldan bo'ldi aka? 20 ming so'm. 23 ming so'm. 15 mingdan. Juda yirik mana. Quyon kimdan aka? Sizdan? Aka quyon nech pul? Quyon 100 ming so'm. 100 ming so'mdan ekan mana. Ko'rishlar mumkin, juda go'zal mana. Quyonga qiziquvchilar bo'lsa mana. Bular nech pul aka? Bular 250 ming. Bular 250 ming so'mdan ekan. Kami bor mana.